Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan biz bugun virtual laboratoriya orqali 8-sinf kimyo darsligidagi 4-laboratoriya ishi xlorid kislota, galogenidlar va yod uchun sifat reaksiyalari tajribasini virtual tarzda olib boramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan jihozlar: 3 ta probelka, hamda 3 ta konussimon o'lchov kolbasidan foydalanamiz. Bizga kerak bo'ladigan reaktivlar: xlorid kislota, natriy xlorid, kaliy xlorid hamda kumush nitrat eritmalari kerak bo'ladi. Dastlab avval ishimizni natriy xlorid, kaliy xlorid hamda kumush nitrat eritmalarini tayyorlab olish bilan boshlaymiz. Birinchi probelkamizga xlorid kislota eritmasidan quyib olamiz. Ikkinchi konussimon kolbamizga kumush nitrat tuzidan solamiz. Besh gram miqdorida har bitta konussimon kolbamizga kumush nitrat tuzidan solamiz. Ikkinchi probelkamizga esa natriy xlorid tuzini solamiz. Natriy xlorid tuzimizdan 3 gram miqdorida solib olamiz. Aziz kuzatuvchilar, 3-chi probelkamizga esa kaliy yodid tuzidan solamiz. Kaliy yodid tuzimizdan ham 3 gram solib olamiz. Probelkalarga hamda konussimon kolbamizga tuzlarni solib oldik. Endi eritma tayyorlash uchun ustilaridan suv quyamiz. ml har bitta kolbamizga quyib chiqamiz. Hurmatli aziz kuzatuvchilar, juda ham ajoyib kimyoviy virtual dastur ekan. Sizlarga ham bu dasturdan foydalanishni tavsiya qilaman. Ya'ni bu dasturimizning nomi Chemist deb ataladi. Ana, eritmalarimizni tayyorlab oldik. Endi kimyoviy reaksiyamizni boshlaymiz. Birinchi probelkamizga hosil qilib olgan kumush nitrat eritmamizni quyamiz. Mana, aziz kuzatuvchilar, bu yerda kumush nitrat xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishib, kumush xlorid cho'kmasi hamda nitrat kislota hosil qildi. Nitrat kislota ham azot 4 oksidi, qo'ng'ir tusdagi azot 4 oksidi, kislorod hamda suvga parchalanib ketdi. Ikkinchi probelkamizga kumush nitrat eritmasini quyamiz. Ikkinchi probelkamizda ham kimyoviy reaksiya ko'rindi. Mana, kumush nitrat hamda natriy xlorid reaksiyaga kirishib, kumush xlorid cho'kmamizni hamda natriy nitratimizni hosil qildi. 3-chi probelkamizda reaksiyani davom ettiramiz. Mana, aziz kuzatuvchilar, 3-chi probelkamizda ham kimyoviy reaksiya amalga oshdi. Kumush nitrat
Kumush nitrat kaliy yodid bilan reaksiyaga kirishib, kaliy yodid shunaqa sariq chiroyli cho'kmasini hamda kaliy nitrat tuzini hosil qildi. Hamda kumush yodid kumush hamda yodga parchalanib ketdi. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi sizlar bilan amalga oshirmoqchi bo'lgan tajribamiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.